Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan veb protokoli qurishni o'rganamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi bir nechta qurilma. Bu bilamizki kompyuterlar bo'ladi, hamda switch, router, simli va simsiz. Buning uchun biz ikkita simli va simsiz LAN tarmog'ini qurib olamiz. Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi kompyuterlar. Xohlaganimiz olsak bo'ladi. Men o'zimga xohishimga ko'ra PC'larni oldim. Endi bizga kerak bo'ladi switch. Switchni 2960 tanlab oldim hamda bu yerdan 1841 routerni olishga qaror qildim. Endi biz wireless devicesga o'tib bizda VRT300N rusumli simsiz routerimizni olamiz. Quloqchasi bor, ko'rishingiz mumkin. Bu routerimiz bizga web protokol qurishda asosiy rol o'ynaydi. Chunki bu simsiz aloqani o'rnatishni ta'minlab beradi. Endi bizga yana kerak bo'ladi bir nechta kompyuter. Keling, buni ikki xil tarzda olamiz. Biri PC bo'lsin, biri laptop. Endi bularni bir-biri bilan aloqa o'rnatishni ta'minlaymiz. Avtomatik tarzda kompyuter va switchni bog'laymiz. Xuddi shu tarzda switch hamda routerimizni o'rtasida aloqa o'rnatamiz. Lekin endi ikkita routerni bir-biri bilan bog'lashimiz uchun bizga copper side through kabelimiz kerak. Busiz iloji yo'q. Internet bir. Endigi navbatda biz qurilmalarimizga, device'larimizga IP adres berishimiz kerak. Keling, buni IP adresini 192.168.10.10 deylik. Bu bitta tarmoqda bo'layotgani uchun bu ham xuddi shu 3 ta aktentning IP adresini oladi. 8, 10 faqat 4-chi aktentimiz 0 dan 255gacha bo'lgan sonlardan iborat bo'lishi mumkin. Bittasini tanlab olamiz. Men buni 20 deb oldim. Endi bizga kerak bo'ladi bu tarmog'imiz uchun, LAN tarmog'imiz uchun default gateway kerak bo'ladi va bu default gateway mana bu yergacha keladi va bu chiqish default gateway bo'ladi bu uchun. Ya'ni backdoor ma'nosida, door ma'nosida bo'ladi. Eshik. Masalan, sinfxonada o'tirgan bo'lsak, biz sinfxona tashqarisiga chiqishimiz uchun bizga eshik kerak bo'ladi va bu eshik bizda default gateway amalga oshiradi vazifasini. Hop, 192, 168 bu ham 3 ta aktda bitta bo'ladi. Ya'ni bu bitta tarmoqda, lekin 4-tarmog'i 0 dan 255gacha bo'ladi. Keling, bu birdan boshlanish uchun 1 deb olaylik. Xuddi shu tarzda chiqish default gateway, ya'ni bu tarmog'imiz uchun default gateway bo'ladigan IP manzilni berib olamiz. Keling, buni ham xuddi shu tarzda faqat 3-chi aktimizni 20 qilib olamiz va birinchidan boshlangani uchun 1 deb olamiz. Bu qurilmalarimiz bu bilan bitta networkda bo'lgan, tarmoqda bo'lganligi sababli bu ham xuddi shunday 3 ta aktda bir xil bo'lgan IP manzil oladi. Faqat buni 4-chi aktda o'zgaradi. Xuddi oldin aytib o'tgandek. 10 deb olaylik, bunisini esa 20 deb olamiz. Endi IP manzil yozib oldik. Faqat buni o'qitish qoldi. O'qitish qanaqa bo'ladi? O'qitishimiz uchun kompyuterni ustiga bosib turib, buni desktop bo'limiga o'tamiz. IP configuration'dan static holatda qo'yib, IP manzilini kiritib olamiz. Uzr, bosilib ketdi. Default gateway'imiz biz yozib o'tdik, bitta tarmoqda bo'ladi va birdan boshlanadi deb aytdik. Endi bundan chiqib ketamiz. Bunisiga o'tamiz. Xuddi shu tarzda bu kompyuterimiz uchun xuddi shu ishni amalga oshiramiz. Bu ham bitta tarmoqda va buni ham IP adresi bir xil bo'ladi. Default gateway, ya'ni.
Endi biz bu qurilmalarimizga IP manzil berishni boshlaymiz. Ya'ni wireless qismimiz uchun 192, 168, 20.10. Bu uchun default gateway'imiz bizda 192, 168 bitta tarmoqda deb olamiz. Va birdan boshlanadi degandek. Hududda shu tarzda bonus uchun ham shu ishni amalga oshiramiz. Endi bizda muammo bo'lishi mumkin wireless tarmoq o'rnatayotganimizda. Chunki Cisco Packet Tracer'da har doim kompyuterlar default holatida simli aloqa o'rnatish bilan aloqa o'rnatadi. Endi biz buni portini, ya'ni interfeysini o'zgartirishimiz uchun simsizga uni o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Ichiga kiramiz. Buning uchun ichiga kirib olamiz. Physical bo'limiga o'tamiz. Birinchi navbatda har doim portni o'zgartirganimizda kompyuterni o'chirib amalga oshirishimiz kerak. Keyingi qadamlarni. Kompyuterni o'chiramiz. Mana interfeysimiz bu simligi uchun va simsizini biz VMP300N mana bu routerimizga mos, ya'ni ko'rishimiz mumkin. Shuni olib turib o'rnatamiz va kompyuterimizni yoqib qo'yamiz. Keyingisi uchun ham xuddi shu ishni amalga oshiramiz. O'tamiz, kompyuterimizni o'chiramiz, portni olib tashlaymiz va simsiz routerni, simsiz tarmoqni amalga oshiradigan portni o'rnatamiz hamda kompyuterimizni yoqib qo'yamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, tarmoq o'rnatilmoqda. Endi routerimizga o'tamiz va default gateway'larni bunga o'qitib olamiz. Bu uchun nima qilishimiz kerak? Biz birinchi navbatda bilishimiz kerak. Fast Ethernet 1 bu tarmog'imiz uchun mana bu default gateway bo'ladi. Fast Ethernet 0 esa bu tarmog'imiz uchun. Ichiga kiramiz. Hop, ichiga kirgandan keyin mm, hozir config bo'limiga o'tib turib, interfeys, ya'ni o'sha portlarni bog'liq muammolarni hal qilamiz. Bu yerda sozlamani amalga oshiramizda. Pasizrni 0 dan biz aytib o'tganimizdek, bu tarmoq, bu LAN tarmog'i uchun bo'lgan IP adresini default gateway'ni IP manzilini kiritamiz. Tabi. Hamda har doim biz yo'q qo'yish esimizdan chiqmasligimiz kerak bu portni. Yo'qdek. Keyingisi uchun ham xuddi shu tarzda, faqat bu fast Ethernet 01 uchun. Fast Ethernet 01 uchun bizda default gateway'imiz 20.1ligi. Buni ham yoqib qo'yamiz va ko'rishimiz mumkinki, buni portlari ishga tushdi. Endigi navbatda biz routerimizda simsiz tarmoq o'rnatishimizda bu qismi bilan qolgan ishlarni amalga oshiramiz. Buning uchun bunga kirib olamiz. Hop, endi buni config bo'limiga o'tamiz. Internetdan biz chunki bittasi simsiz, bittasi simli va shu uchun yozishimiz kerak. Bunga default gateway'ni beramiz. Biz IP adres bermaymiz. Chunki bizda server yo'q. Hop, default gateway bizda 192, 168, 20.1 bo'ladi. Chunki bu simsiz tarmog'imiz uchun amalga oshayotgani uchun shunaqa bo'ldi. Endi navbatda LAN tarmog'imiz uchun. LAN tarmoq ham shu tomonda. Hop, bu LAN tarmog'imizning IP adresi bizda 2. Nima uchun degan savolga javob bersak, bu mana bu default gateway va bu tarmoqda bo'lyapti. Shu uchun bu 192, 168, 20 dan tashqari mana bu kompyuterlar qurilmalarimizning IP manzilidan tashqari istalgan IP manzilni olishi mumkin va shu uchun men buni default gateway'dan keyingi IP adres deb berib qo'ydim. Buni o'zgartirsa ham bo'ladi lekin. Endi wireless qismiga o'tamiz va web protokolini qurishimiz uchun biz buni authentication'ini webga o'zgartiramiz va web protokolga web key beramiz. Ya'ni bu kalit 16 sanoq sistemasida bo'ladi va 10 tadan oshmagan parolni qabul qiladi. Hop, berib oldik. SSIDga ham
ism beramiz. Dars deb olaylik. Darsimizga munosib tarzda. Endi yana bitta routerdan chiqamiz. Kompyuterlarni sozlashga o'tamiz. Bunda biz desktop bo'limidan ikki xil usulda amalga oshirsak bo'ladi wireless connectionni amalga oshirish uchun. Birinchi navbatda biz keling desktop bo'limidan ko'ramiz. Wireless qismiga o'tamiz. Mana bu adapterimiz ishga tushmaganligini ko'rishimiz mumkin. Buni ishga tushirish uchun connect bo'limiga o'tamiz. Bitta yangilab olamiz va barcha bizga simsiz aloqa routerlarni ko'rsatadi. Bunga kirib connect qilamiz va webga, ya'ni kalitimizni kiritamiz. Bunda bizda A, B, C bo'lgan edi va ulaymiz. Ko'rishimiz mumkinki, adapter ishga tushdi. Mana tarmoq o'rnatildi. Endi ikkinchisi uchun esa ozroq o'zgacha bo'lgan ishni amalga oshiramiz. Bu bizda qanaqa bo'ladi? Config bo'limiga o'tamiz, wireless qismiga o'tamiz va wirelessdan webga SSID'miz bizda dars edi, dars deb olamiz. Hop, webga esa bizda 1dan 7gacha, Adan C'gacha bo'lgan lotin alifbosidagi harflarni kiritib olamiz. Va bundan chiqib ketamiz. Ozroq kutamiz. Mana tarmoq o'rnatildi. Agar tekshirib olmoqchi bo'lsangiz, buni desktop bo'limiga o'tib, wireless qismidan ko'rishingiz mumkin, adapter ishga tushgan. Demak, biz ikki xil tarzda konfiguratsiya ishini amalga oshirdik. Endi bu kompyuterdan, bu simli tarmoqdagi kompyuterlar o'rtasida paket almashinuvi bo'lmayotganligini tekshirish uchun, ya'ni aloqa borligini tekshirish uchun command promptga kiramiz va unga ping beramiz. Pingda IP manzilni kiritamiz. 168.10.10. Demak, biz hozir qilayotgan ishimiz bu kompyuterimizdan bu kompyuterimizga ping berib ko'ryapmiz. Eslatib o'taman, birinchi marta paket almashinuvida nechtadir paketimiz, 4 ta paketdan nechtadiri yo'qotilishi mumkin. Lekin bir marta aloqa o'rnatilgandan keyin bunaqa bo'lmaydi. Hop, mana ikkitasi yo'qotildi, 3tasi yo'qotildi, 4-tinchisi esa bor deb ko'rishingiz mumkin. 4 ta yuborildi, bitta qaytdi, 3 ta yo'qotildi. Endi yana bir marta shu kompyuterlar o'rtasida paket almashinuvini amalga oshirsak, bu hamma paketlar borib qaytganini ko'rishimiz mumkin. Demak, hammasi ishlayapti. Endi keyingi kompyuterimizdan xuddi shu ishni bu PC1, ya'ni laptop noldan PC1 ga ping yuborib ko'ramiz. Boya aytib o'tgandek, 4tasidan nechtadir yo'qoladi, lekin kamida bitta paketimiz borib qaytadi. Keyingi safar yana bir marta ping berganimizda hammasi ishga tushganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ikkita paketimiz borib qaytdi. 4tadan. Lekin yana bir marta berganimizda esa 4tadan 4tasi. Demak, aloqa bor va web protokolimiz ishlayapti. Qadrli tomoshabinlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Bizning darsimiz tugadi.